Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi videomizda sizlarni eng so'nggi va dolzarb yangiliklar kutmoqda. Ispaniya chempionatida kutilmagan natija. Real mag'lub bo'ldi va chempionlikdan uzoqlashdi. Jizzaxda ayanchli fojia, yo'l transport hodisasida 5 kishi halok bo'ldi. Va albatta faxrimiz o'zbekistonlik shaxmatchi yana bir karra g'alabaga erishdi. Batafsil hozir. Ispaniyadan shok xabar. Madridning Real jamoasi kutilmaganda autsayderga yutqazdi. Eng dramatik jihati gol qo'shimcha daqiqalarda o'tkazib yuborildi. Bu mag'lubiyat amalda jamoani chempionlik kurashidan chiqardi. Shu bilan birga Barselona va Atletico o'rtasidagi o'yin ham juda bahsli o'tdi. VAR bir necha bor o'yinga aralashdi. Avvaliga madridlik futbolchi maydondan chetlatildi. Keyin esa kataloniyalik futbolchiga berilgan qizil kartochka bekor qilindi. Hozirda turnir jadvalida Barselona birinchi o'rinda. Real bilan oradagi farq esa 7 ochko. Chempionlik poygasi deyarli hal bo'ldi desak ham bo'ladi. Jizzaxdan ayanchli xabar. 4-aprel kuni Forish tumani hududida og'ir yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, Nexia haydovchisi quvib o'tish qoidasini buzgan va Cobalt bilan to'qnashgan. Oqibat juda og'ir. YTH natijasida 5 nafar inson halok bo'ldi. Qurbonlar orasida Xitoy fuqarosi ham bor. Hozirda holat yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Yaxshi xabar. O'zbekiston faxri yana bir katta g'alabaga erishdi. O'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov yana bir bor barchani hayratda qoldirdi. U nomzodlar turnirining 6-turida kuchli raqib xitoylik Wei Yini mag'lub etdi. Wei Yi jahon reytingida 7-o'rinda turadi va juda kuchli shaxmatchi hisoblanadi. Lekin bu safar ham u Sindorov qarshisida taslim bo'ldi. Shu tariqa Javohir turnirdagi 5-g'alabasini qo'lga kiritdi. Hozirda u 6 partiyadan 5,5 ochko bilan peshqadam bo'lib turibdi. Eng sara va dolzarb xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Salomat bo'ling.